Oktyabrda milliy sertifikatga tushgan misol yechimini birgalikda ko'ramiz. Kasr qismi -1/6 taqsim butun qismi -1/6 minus butun qismi 6/6 kasr qismi 6/6. Bilamizki, a ning kasr qismi a ning butun qismi. Bu misolni quyidagicha yechsak bo'ladi. -1/6 manfiy son bo'lgani uchun buni kasr qismi 0.4 ga teng bo'ladi. -1/6 ni butun qismi manfiy sonni butun qismi o'zidan kichkina bo'lishi kerak, -2 ga teng bo'ladi. -6/6 ni butun qismi 6 va 6/6 ni kasr qismi 0.6. Umumiy kasr qismini hisoblashimiz kerak. 0.4 ni -2 ga bo'ladigan bo'lsak, -1/5 -6 ni 0.6 ga bo'ladigan bo'lsak 10. Bu ifodani kasr qismini hisoblashimiz kerak. -1/5 -10 -10/1/5. Quyidagi misol javobi 4/5. -10/5 dan 1 ning kasr qismi 4/5 ga teng bo'ladi.